albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni serob qilgan bo'lar edik. Bu bilan ularni sinagan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan, Qur'ondan yuz o'girsa, u uni qattiq azobga yo'llar. Albatta barcha masjidlar Allohnikidir. Bas masjidlarda Alloh bilan qo'shib yana biror kimsaga duo ibodat qilmangiz. Yana Allohning bandasi Muhammad unga ibodat qilib turganida, ular jinlar Qur'on eshitish uchun uning ustida g'uj-g'uj bo'lib yig'ila boshladilar. Ey Muhammad, kofirlarga ayting, men faqat Rabbimgagina ibodat qilurman va unga hech kimni sherik qilmasman. Ayting, men sizlarga zarar va yoki to'g'ri yo'l berishga molik emasdirman. Ayting, albatta meni Allohdan, ya'ni azobidan biror kimsa himoya qila olmas va men undan o'zga panoh ham topa olmasman. Men faqat Alloh tomonidan yetkazishga va uning elchilik vazifalarigagina egadirman. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas albatta unga jahannam olovi bordirki, ular o'sha joyda mangu qolurlar.